Assalomu alaykum akustik kuzatuvchilari. Bugun sizlarga yana bitta zo'r qiziq mavzu haqida ma'lumotlar beramiz. Bu mavzu aynan hozirgi kundagi, ya'ni biz yangi yil arafasida dekabr oyini qarshi oldik. Ya'ni bu oylarda, bu kunlarda biz ko'proq televizor bilan kunimizni o'tkazishga to'g'ri keladi. Ya'ni televideniyalar orqali har xil qiziqarli ko'rsatuvlar, qiziqarli kinofilmlar namoyish etiladi. Aynan eshitishida muammosi borlarga bu televizor ko'rgandagi muammolarni hal qilish uchun chiroyli yechimlarni bugun taqdim etamiz. Bular nima? Bular aynan TV streamerlar hisoblanadi. Ya'ni televizorga bog'langan holatda eshitish moslamasi bilan televizorda aniq, to'liq va tiniq eshitish uchun xizmat qiladigan qurilmalar hisoblanadi. Avvalo sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, qachon bu TV streamerlardan foydalanish kerak? Buni aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni eshitishdagi muammoni qaysi darajasida, 1-daraja, 2-daraja yoki 4-darajada yoki mutlaq karlikda qachon bu TV streamerdan foydalanish kerak, shuni aniqlashimiz kerak. Endi biz ba'zida oddiy muloqotlarda bir kishi bilan, ikki kishi bilan gaplashganda hech qanday eshitishidagi muammosi borlar muammo sezmaydi, bemalol gaplashadi. Faqatgina ular bilan birgalikda televizor ko'rganimizda ular ozgina televizorda ovozini balandlatishni so'rashadi. Ya'ni ba'zi xonadonlarda biz shuni guvohi bo'lamiz. Agar kimdir eshitishida muammosi bor odam televizor ko'radigan bo'lsa, qolganlar boshqa xonaga chiqib ketishadi. Ya'ni u juda ham televizorni baland holatda eshitishga to'g'ri keladi. Aslida gaplashganda sezilmaydi, aynan televizor ko'rganda u eshitishidagi muammo seziladi. Ya'ni qaysidir eshitishdagi chastotalar aynan televizordagi kuchaytirish bilan bog'liq bo'lgan chastotalar bilan ustma-ust kelmaydi yoki kerakli darajada balandlikda kelmaydi va u televizor ovozini baland qilishga to'g'ri keladi. Mana shunday holatlardan boshlab, bu masalan bu 1-darajami, 2-darajami farqi yo'q. Aynan eshitishdagi muammo boshlandimi, aynan bu TV streamerlardan foydalanish mumkin. Bu TV streamerlardan foydalanishda biz agar eshitish moslamasi foydalanuvchilarda biz ikki tomonlama eshitish moslamasini biz taqdim qilyapmiz. Ya'ni ikki tomonlama eshitish moslamasi taqqandan keyin bu televizorda ham o'z-o'zidan eshitishga juda katta yordam beradi. Agar mana shunday holatlarda ham eshitishida, ya'ni televizorda anglashda muammo bo'ladigan bo'lsa, unga maxsus qurilma, ya'ni TV streamer tavsiya qilinadi. Bu TV streamer qanday ishlaydi? TV streamer bu televizorga o'zini ulanish kabel kanallari bor va biz taqdim qilgan eshitish moslamalari bu bilan simsiz aloqaga kirishadi. Ya'ni televizorda ovozini bu qurilma uzatadi, bizning eshitish moslamasimiz qabul qilib oladida, bemorga o'ziga nastroyka qilingan holatda uzatib beradi. Ya'ni bu televizorda nimaga qiyinchilik bo'ladi? Ko'pincha biz so'raymiz, aynan televizorda qaysi kanallarda qiynalyapsiz? Juda ko'pchilik bilan gaplashsak, aynan axborot eshitganda yoki tezkor yangiliklar eshitganda men umuman tushunmayapman, yangiliklarga qiynalyapman degan javobni berishadi. Bu yerda nimaga unaqa bo'ladi? Chunki yangiliklar, axborot ko'rsatuvlari juda ham tez, misol qisqa vaqt ichida ko'p ma'lumot berish kerak. Shuning uchun ular juda ham misol olib boruvchilar, ko'rsatuv olib boruvchilar tez gapiradi. Va bu tez gapirganda bizning misol quloqlarimiz aynan eshitish moslamasi orqali yoki eshitishda muammosi bor bo'lsa, u tez ma'lumotlarni ilg'ab ola olmaydi. Ya'ni bitta tovushni eshitib, diqqatni jamlab, u nimaligini anglaguncha, u yerda misol 3-4 so'z o'tib ketadi va gapning mazmuni tushuna olmay qolinadi. Shuning uchun bu TV streamer qanday yordam beradi? Ya'ni TV streamer bu ma'lumotlarni uzatganda eshitish moslamasi aynan bu odam uchun aniqlashtirib beradi. Ya'ni qaysi chastota pasaygan bo'lsa, qaysi chastota sekin kelayotgan bo'lsa, o'shani tezlashtirib, o'sha chastotani balandlashtirib, tovushni yana ham aniqroq qilib beradi. Misol havo orqali unda qarshiliklar bor. Misol televizorda ovozida tashqi shovqinlar bor. Misol nevaralar o'ynashi mumkin yoki kimdir tashqaridagi ovozdan xalaqit qilayotgan bo'lishi mumkin. Televizorda karnaydan kelayotgan ovoz o'rtadagi tabiiy to'siqlarga uchrab quloqqa yetib keladi. Endi bu TV streamer orqali foydalanganda hech qanday to'siq bo'lmaydi. Televizorda ovozi to'g'ridan to'g'ri havo Bluetooth sistema orqali bizning quloqchinlarimizga keladi va bu yerda ovozlar ancha aniqroq, tiniqroq eshitiladi va tushunishga ham shunchalik darajada yordam beradi. Buni yana
qanday foydali tomoni bor bu TV streamerda? Biz ko'pchilikka aytamiz, sog'lom odamlarga ham yoki sog'lom yoshdagi bolalarga ham biz eshitish moslamasidan foydalangan yoki foydalanmaydigan mesela sog'lomlarga qanday? Bularga naushnik, mesela quloqchinlarni kamroq foydalan yoki baland musiqalarni kamroq eshit degan tavsiyani beramiz. Nimaga? Biz qulog'imizda katta bosim hosil bo'lganda musiqani doimiy eshitib yurish yoki doimiy quloqchinda yurish bizni eshituv tizimimizga salbiy ta'sir qiladi vaqt o'tishi bilan. Aynan bu TV streamer orqali yoki eshitish moslamasi orqali bu musiqalar eshitilganda yoki masalan telefonga ulangan holda foydalanganda oddiy quloqchindan ko'ra buni zarari juda ham kam hisoblanadi. Nimani hisobiga? Nimaga? Bu misol eshitish moslamasini maqtash yoki biz o'zimizni mahsulotlarni ustun qilib ko'rsatish emas. Buni ustun tomoni nimada? Chunki biz qo'ygan eshitish moslamasi misol mijozlarga shu eshitishida muammosi bor insonlarni eshitish darajasiga aynan moslangani uchun. Ya'ni unda misol og'riq chegaralari, past chastota chegaralari, yuqori chastota chegaralari aynan odamga zarar qilmaydigan holatda oralarda unga sozlangan bo'ladi. Aynan eshitayotgan musiqa yoki baland ovozlar ham u chegaradan oshiq chiqib keta olmaydi. Yuqori bas tovushda eshitaman deb ming basni balandlasin, eshitish moslamasi uni pasaytirib qo'yadi. Yoki yuqori chastota, kimdir peshalka, tisirlagan ovozni yoqtiradi. O'shani ming ko'tarib musiqani eshitaman desa ham eshitish moslamasi uni chegara qo'yib qo'yadi. Ma'lum bir chastotadan u yog'ini, ma'lum bir desibeldan balandlikda uni o'tkazmaydi. Ya'ni miyani charchatadigan, boshqa og'riq beradigan holatlarni keltirib chiqarmaydi. Shuni hisobiga biz tavsiya qilamiz eshitish moslamasi bilan, misol musiqa eshitish yoki televizor ko'rganda buni hech qanday zarari yo'q. Ya'ni misol uzoq muddat ko'rganda ham yoki uzoq muddat masalan studentlar bor, eshitishida muammosi bor. Ba'zida eshitish moslamasini yechib oddiy quloqchinda ham ular eshitishi mumkin. Lekin biz aytamiz, yo'q, oddiy quloqchinda emas, aynan eshitish moslamasi bilan telefoningga ulangan holda darsingni qil. Video darslari bor, audio knigalar bor. Ularni eshitish moslamasi orqali eshitganda yoki mana bu video darslarda TV streamer orqali kuzatuv qilganda bunda quloqdan miyadagi charchoq oddiy holatga nisbatan yoki oddiy quloqchinlarga nisbatan juda ham kam bo'ladi va uni sog'ligiga ko'p zarar yetmaydi. Endi bu narsa TV streamerlarning ham turlari ko'p. Buni misol har xil firmalardagi bor eshitish moslamasiga qarab, qaysidir TV streamerlar bir necha xil branddagi eshitish moslamalariga ulanadi. Qaysidir TV streamerlar aynan misol uchun masalan Oticon brandining TV streameri bor, aynan Oticon apparatlarga ulanadi. Yoki misol Resound brandining TV streamerlari bor, bu Resound apparatlariga ulanadi. Yana universalniy TV streamerlar bor. Buni biz individualniy misol har bitta insonning muammosini o'rganib chiqqan holatda ularga bu TV streamerlarni ham alohida tavsiya qilamiz va alohida o'sha foydalanadigan eshitish moslamasiga qarab uni programmalashtirib moslab beramiz. Bu misol hozirgi berayotgan ma'lumotlarimiz, ya'ni umumiy ma'lumotlar. Bu TV streamerlardan foydalanish sog'likka hech qanaqa zarari yo'q va agar siz qaysidir bir boshqa kanalni ko'rmoqchi bo'lsangiz, uydagilaringiz misol narigi xonada boshqa kanalni ko'rmoqchi bo'lsa, sizga misol balandroq ovoz, misol futbol mavsumi boshlanadi kelasi yildan, xudo xolasa jahon chempionatlarida, aynan bu narsalar sizlarga juda ham qo'l keladi. Chunki futbolni juda ko'pchilik baland ovozda ko'rishni xohlaydi. Ana shunaqa holatlarda uydagilarga xalaqit qilmaslik uchun aynan eshitish moslamasi va TV streamer orqali eshitilsa, o'zingiz maza qilib eshitasiz. Hamma emotsiyalarni futboldagi olasiz va yoningizdagilarga hech qanday xalaqit qilmaysiz. Yana bunaqangi qiziq informatsiyalar aynan siz uchun individualniy tarzda ham berilishi mumkin. Agar kimda bu mahsulotlarga qiziqish bo'lsa, bizni mana shu videomiz ostidagi telefonlarga murojaat qilinglar va qo'shimcha ma'lumotlarni olinglar yoki o'zlaringizga yaqin markazlarimizga tashrif buyurib, individualniy tarzda yana ham ko'proq ma'lumotni olib, o'zlaringizga yoqqan mahsulotni xarid qilib bundan foydalansalaring, biz faqat xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar.